Agarda siz o'zbek tilidagi fikrlaringizni doim ingliz tiliga tarjima qilib charchagan bo'lsangiz, bu videoda men sizlarga qanday qilib ingliz tilida fikrlash va ingliz tilida hattoki tush ko'rish darajasigacha yetish mumkinligi va bu bo'yicha texnikalarni o'rgataman. Ingliz tili o'qitish metodlari ichida direct method bor. Bu qanaqa metod deganimizda, bu metod xuddi ingliz tilini yosh bolaga, yangi tug'ilgan chaqaloqqa birinchi bo'lib o'zini tilini o'rgatishda qanday uslublardan foydalansak, ingliz tili o'rganuvchilariga ham shunaqa uslubda ingliz tilini o'rgatish metodi hisoblanadi. Masalan, yosh bola 6-7 oylikka to'lgandan so'ng biz unga o'zbek tilida ber, ol kabi so'zlarni, salom, xayr kabi so'zlarni, oyi, dada degan so'zlarni o'rgatishni boshlaymiz. Ingliz tilini ham o'rganishda grammatikasiz, o'zingiz mustaqil ingliz tilida fikrlab o'rganishingiz mumkin. Buni xuddi shu uslubda o'rganish yana ham osonroq. Ya'ni tarjima qilmasdan atrofdagi ma'lumotlarni ingliz tilida qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilamiz. Masalan, atrofingizda turgan predmetlarni gul bo'ladigan bo'lsa, gulni flower, plant kabi tarjima qilmasdan har safar shu obyektni, ya'ni shu predmetni ko'rganingizda uni ingliz tilida nomlang. Kitob, book, har safar kitobni ko'rganingizda, har safar kitob o'qiyotganingizda xayolingizda birinchi bo'lib book so'zi kelishi kerak. Har safar bitta obyektni ingliz tilida nomlaganingizda miya o'sha obyektni aynan shu tildagi nomi bilan qabul qiladi. Masalan, siz kitobni o'zbek tilida kitob deysiz va uni har safar ko'rganingizda endi inglizcha nomlaysiz. Book, book. Har safar kitobni ko'rganingizda book. Va xuddi shunday siz kunlik qilayotgan, bajarayotgan ishlaringizni ham ingliz tilida so'zlashingiz mumkin. Masalan, I am taking a video yoki I am reading a book. I am doing my homework. Bundan tashqari, siz o'zingiz qiziqqan hobbilaringiz yoki qandaydir o'rganmoqchi bo'lgan fanlar, yana har xil o'qimoqchi bo'lgan kitoblaringizni ingliz tilida o'qishingiz, bajarishingiz mumkin. Masalan, men yoga bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman va har kuni ingliz tilidagi yoga mashg'ulotlaridan foydalanib, YouTube'dagi video darsliklardan foydalanib yoga mashg'ulotlarini bajaraman. Xuddi shunday, siz ham masalan matematikaga qiziqsangiz, matematikani ingliz tilida o'rganishga harakat qiling. YouTube'da, boshqa internet manbalarida, platformalarda ingliz tilidagi matematika darsliklar juda ham ko'p va bu ham siz qanchalik ma'lumotni, inputni ingliz tilida olsangiz, output, ya'ni tashqariga berayotgan ma'lumotingiz ham ingliz tilida chiqa boshlaydi. Ya'ni bu holat qanday yuzaga keladi? Siz matematik qaysidir formulalarning nomini o'zbek tilida bilmaysiz, lekin siz allaqachon ingliz tilida o'rgandingiz va uni tushuna boshladingiz. Ammo ingliz tilida tarjima qilib o'rganmagansiz. Shuning uchun ham sizda ma'lumot chiqishi, ya'ni output ham ingliz tilida bo'ladi. Xuddi shunday boshqa yo'nalishlarga ham tegishli. Kitob o'qidingiz, ingliz tilida ma'lumot qabul qildingiz va ingliz tilida ma'lumot chiqarishingiz, ya'ni miya ingliz tilida fikrlashi yanada tezlashadi. Ingliz tili siz uchun o'rganilishi kerak bo'lgan fan sifatida qarasangiz, uni o'rganish shuncha qiyinlashib boradi. Masalan, ingliz tilining grammatikasini chuqur o'rganish, zamonlar, har xil qo'shimchalar, artikellarni juda ham chuqur tarzda o'rganish emas, balki ingliz tiliga instrument, ya'ni sizga boshqa bilimlarni o'rganishda foyda beradigan instrument sifatida qarasangiz, uni o'zlashtirishingiz yanada oson bo'ladi. Ya'ni ingliz tili bu sizga boshqa o'zingiz qiziqqan hobbini o'rganishingiz uchun bir vosita. Yuqoridagi texnikalarni qo'llash uchun sizga ingliz tilida atmosfera yaratish juda ham yordam beradi. Buni qanday qilasiz? Masalan, siz o'zingizga do'stlar orttirishingiz kerak. Ya'ni siz ingliz tilida gaplashishingiz, suhbatlashishingiz mumkin bo'lgan do'stlar yoki xuddi shunaqa
turli joylarda, turli o'quv markazlarida speaking clublar o'tkaziladi va shu speaking clublarga qatnashishingiz mumkin. Online speaking clublar va boshqa juda ham ko'plab applar bor, ya'ni native speakerlar bilan suhbatlashishingiz mumkin. ChatGPT bilan bugungi kunda juda ham ko'pchilik ma'lumot almashinadi, ya'ni ma'lumot olishga harakat qiladi. Xuddi shu ChatGPTni ham siz o'zingiz uchun ingliz tilida olib borishingiz mumkin. Unga ingliz tilida savollaringizni berasiz va u ham sizga ingliz tilida javob beradi. Shu orqali siz o'zingizga ingliz tilida atmosfera, ya'ni muhit yaratasiz. Yana bir juda ham yordam beradigan uslublardan biri bu ko'pincha fluency, ya'ni nutqingizni ravonligi va talaffuz pronunciationga yordam beradigan texnika shadowing texnikasi va bugungi kunda bu texnika juda ham rivojlanib boryapti. Ya'ni bu texnikadan juda ham ko'pchilik o'quvchilar foydalanishyapti. Agar sizga shadowing texnikasi qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Men keyingi videoni shadowing texnikasi haqida qilishga harakat qilaman. Translating is the enemy of your fluency. Bu nima degani? Ya'ni tarjima qilish sizni nutqingiz ravonligini dushmani. Ya'ni siz qancha ko'p miyangizda tarjima qilsangiz, masalan, o'zbek tilida bir fikrni o'yladingiz va siz uni ingliz tilida kimgadir aytishingiz kerak. Agar siz birinchi o'zbek tilida o'ylab, keyin ingliz tiliga uni birma-bir tarjima qilib, keyin gapirayotgan bo'lsangiz, nutqingizda juda ham ko'p hesitation, har xil xatoliklar yuzaga keladi va siz ishonchsiz gapirasiz. Ya'ni har safar tarjima qilib uni ingliz tilida gapirish juda ham qiyin va uzoq protsess hisoblanadi. Shuning uchun ham translationni yo'qotish juda ham muhim. Yuqorida aytib o'tgan texnikalarim va quyida yana sizga boshqa texnikalar bilan bo'lishaman. Bu texnikalar bilan siz albatta translationdan voz kechib, tarjima qilishni unutib, ingliz tilida fikrlashingiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, fermada kartoshka 5000 so'm va uni marketga, bozorga olib kelib sotganda sotuvchi ustiga 2000 so'm qo'ydi yoki yana 5000 so'm qo'ydi deylik. Siz sotuvchidan sotib olsangiz, siz o kartoshkani 7000 so'm, 10000 so'mga sotib olishingiz mumkin. Agar siz xuddi shu kartoshkani fermadan borib sotib olsangiz, siz bu kartoshkani 5000 so'mga, ya'ni teng yarim narxiga sotib olishingiz mumkin. Xuddi shunday translation, ya'ni tarjima qilish va sizni miyangiz, nutqingiz bilan bog'liqlik holati. Agar siz ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri miyadan olib gapirsangiz, bu sizga ancha vaqtingizni ham tejaydi. Resurs, ya'ni sizni miyangizda juda ham ko'p protsessni kamaytiradi. Siz to'g'ridan-to'g'ri miyadan ingliz tilidagi fikrni olib chiqarasiz, nutqingizga chiqarasiz. Agarda siz miyadan fikrni olib, o'zbek tilida olib, ingliz tiliga tarjima qilib, keyin chiqarsangiz, bu sizda juda ham ko'p, ya'ni qimmatga tushadi degan holat. Aynan shu kabi miyadan to'g'ridan-to'g'ri nutqga ko'chirish uchun fikrlarni labeling texnikasi yordam beradi. Bu nima degani? Siz atrofingizdagi hamma narsani xuddi masalan futbol sharhlovchisi kabi gapirib borishingiz kerak. Masalan, mana bu yerda stol bor. Stolning ustida kitob va daftarlar turibdi. Yoki tashqarida bo'lsangiz, mana bu daraxt gullagan yoki anavi bola avtobus kutyapti kabi ingliz tilida aytishingiz kerak bo'ladi. Siz doimiy qilayotgan ishlaringizni qancha ko'p ingliz tilida aytib boshlasangiz, u o'sha ma'lumotlar takrorlangani sari miya uni avtomatik tarzda o'z ona tilisi kabi qabul qila boshlaydi. Ya'ni bu audiolingual method kabi ishlaydi. Ya'ni buni takrorlashlar orqali miyaga singdirish hisoblanadi. Yuqoridagi texnikalardan foydalanib ko'ring. Ular sizga juda ham foydali va qiziqarli bo'lishiga ishonaman va men ingliz tilini o'rganishda ham o'zim xuddi shu texnikalardan foydalanganligim uchun hech ikkilanishsiz sizga ham bu texnikalarni tavsiya qila olaman.